Assalomu alaykum. Bizni kuzatib o'rtasiz obunachilar. Bugun mana shu Namangandan kelishim bilaroq birinchi oiladan xabar olishga niyat qildim. Birinchi oila shu Yenani uyi, Nurdinni shu yerdan bir opaxonimiz bor edi, bir qizlar bilan qolib ketgan, turmush o'rtoqlari ajrab ketgan. Shu opani xabar olamiz deb kelib turibman. Bundan keyingi proyektimiz Ma'rifat opamning uyiga bo'ladi azizlar. Assalomu alaykum. Promo kirib kelaveramanda azizlar, menga oyoq. Yanga zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tan joningiz sog'mi? Kayfiyatlaringiz? Rahmat. O'zing sog'lig'ing yaxshimi? Tinchmisan? Bola chaqalarni o'ynab yursanmi? Rahmat. Nimalarni olib bo'lyapsanmi yaxshigina? Turishadi, boshiga turib, rais bo'lib olib bo'lyapsanmi? Maqsad ham rais bilan, ham ishlovchi bilan, ham hammasi o'zimda. Siz qanday? Mazalari qanday? Zo'r. Xonadonlar zo'rmi? Tinchmisizlar? Mazalari yaxshimi? Tinch, hamma tinch. Ha. Mana keling qani birga apamam ya. Apa, assalomu alaykum. Apajon zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mazalaringiz yaxshimi? Tan joningiz sog'mi? Azar bugun apamni yana xabar olmadim ki, juda chiroyli o'tirishdi. Har doimgidek go'zal, xonadon shipirilgan. Kelib bemalol o'tirsa bo'ladi. Zo'rmisizga? O'tiringchi. Hurmatli azizlar, ko'pchilik so'raganlaring uchun shu xonadon kelib turibman. Mana ko'rib turganlaringda juda chiroyli bo'lib o'tirishdi. Xonadonlar toza. Tinchmisiz opa? Yaxshi, rahmat. Manzaralaringiz yaxshimi? Sizni so'raganlar bor. Yaxshimi? Shu xonadonlar tinchmi? Akmaljon xabarlashing. Bizni ko'rsating, qani nima qilishyapti, nima qo'yishyapti deb. Tinchmisizlar? Yashashlar qanday? Bo'ladi yaxshi. Bizni kuzatib turganlarga nima deysiz? Men hammasiga omad, sog' salomat bo'lsin, bola chaqasini boshiga, o'zini boshiga. Faqqalar to'yga buyursin, iloyim. Nima deymiz endi? Ularni mana shu qo'llab-quvvatlagan mana shu Akmaljonim ham ishlariga rivojlab bersin, iloyim. Dugonamni ham bitta yana tilab olgan qizini umrini bersin, bog'ini mahkam qilib bersin. Rahmat. Sizchi, yanga, bizni kuzatib turgan, sizga yordam qilganlarga Shularga hammasiga men rahmat aytaman. Allohim shularga qo'llab-quvvatlab bersin. Sen ham bola chaqang bilan Allohim qo'llab-quvvatlab bersin. Olganlaring doim qo'llaring charchamasin. Parvardigorim, men nima niyat qilgan bo'lsang, niyatingga yetib yurgin. Qurbonajon, bittagina go'dagi bor. Go'dagi bilan sog'-salomat o'ylab yursin, oshim oldirmay yursin. Doim qayerga bo'lsa sog'-salomat. Mana shu bularga hammasiga katta rahmatlar aytaman. Shularga ming rahmat. Hoji onalarga, hoji otalarga, Rustamjonga, Abdurahmonga, unisini o'tini bilmayman. Sirojidlarga hammasiga salom aytaman. Sog' salomat yursinlar, qayerga bo'lsa boshlari omon bo'lib yursin. Ilohim bola chaqasini o'ylab olgani oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Amin. Ey Allohim, bularni qo'llab-quvvatlab bersin, bizlar ham tinch bo'laylik, oilamiz tinchlik bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Kimki nima ihson qilganimizda ihson qilgan qo'llari charchamasin, menga bersa ularga millionni bersin. Allohim Parvardigorim ekan, doim Akmaljonim boshlari omon bo'lsin, bola chaqasi o'ynab qurboni ham o'sha bulardan Rustamjonni nimani jigarda sog' salomat yursin, bola sog' salomat yursin, hoji ona, hoji otalar hammasi sog' salomat o'ynab yursin. Alloh. Opa, sizga yana bir iltimos, biz yana hamma shu o'zimizdan kuzatib turgan hojona, hojatalar barchalarga duo qilishdi. Siz musofirda yurganlarni, musofirda mana o'zini uyi yo'q lekin mana shu sizlarning uylaringizga hissa qo'shganlarga, shu musofirdagilarga chiroyli o'qisangiz. Ilohimning barakatini xo'jayini osilmasa, yaxshilarni narsa yomondan adasimiz kam qilib Xudo ziyoda qilsin, shularga parishon qilmasin. Yana kellarga o'ynab kulib hamma shu musofirga yurgan akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz bizlarga beo'yidek o'ylik qilib o'zlaridan kechib bizlarga yordam berdi, bizlarga badini bergan bo'lsa Xudo mingini bersin. Hab bizni uyimizdagilarga ham Xudo insof bersin, aql bersin, shukrho bersin, shukrni bilsin. O'zlariga bo'lmaganini bularga qilib berdi. O'shalarga ham Xudo bersin. Amin. Azizlar, ular ko'rib turganlar juda aqlliroq yashab, chiroyli o'tirishdi.
Hozir kecha kunduzgi hamma yoqlar yaxshi. Albatta, uysiz odamni uylangandan xursand bo'laman. Men ham bo'lsam, men bo'lmasa, kimdir menga ko'rsa xursand bo'lishlar haqida o'g'lan xuddi shunday bilan haqlarga duo qilishib, xursandchilikda o'tirishdi. Avvalambor sizlarga rahmat. Mana shunday aql inoq o'tirganlaringiz uchun barchalaringizdan. Ha ilohim, Akmaljonimni o'ziga adinda duo beraman. Xudo ishlariga rivoj bersin. Ballarini boshiga o'ynab kulib yursin. Sani boyliging, sani tinchliging, meni tinchligim qilsin. Nimaiki topganmisang, tuylarga buyursin, boshing toshdan bo'lsin. Ilohim ballarini rohatini ko'ring, o'shalarga bitta qizchalarni umri uzun bo'lsin, katta bo'lsin. Sizlarga mehribon bo'lsin. O'g'illaring ham yaxshi joylardan ato qilsin. Yaxshi kelinlardan ato qilsin. O'zlaridan ko'payib, izzat hurmatlariga bo'lib yuringlar. Azizlar ko'rib turganlaringiz ham bulardan xalaqol so'rab, xabarlashing deganlar uchun keldim. Juda ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas, mehr-oqibatlariga ko'z chiroyli bo'lib o'tirishdi. Hammalari zo'r bo'lib, mana shunday bir yuzlarni tabassum armasansizlar. Sizlar bilan hali ko'p gaplashtiramiz, suhbatlashamiz. Menki ko'p shunday video ham keltiraman. Barcha aziz obunachilar, bugun naryoqda Yenani oilasidan chiqib, o'zimni proyektimga keldim. Hurmatli aziz obunachilar, kelib Ma'rifat opamni xalaqol so'ray. Kelaversa, darvozadan jo'natilganda Anason akam tomonidan o'zim to kelib o'rnataman degancha Baxtiyor ukamiz shu opamizning o'g'illari harakat qildi. Darvozani o'zi o'rnatib, joy-joyiga qilib qo'ygan ekansizlar. Mana bu tomondan darvozalarimiz o'z joyiga o'rnatilgan. Anasxon akamdan Alloh rozi bo'lsin akajon. Bag'oyatda xursandman to'g'risida mana shunaqa oilalarga yordam berganingizdan. Sharqdan turib Surxondaryoga darvoza jo'natganingizdan men aka bag'oyatda xursand, farzandlaringiz ro'yxatini ko'ring Anason aka. Namangandan Anason akaga Abdushur rahmat akajon. Gap so'z bo'lishi emas, boshim yerga tekkinchi darajaga ta'zimdaman. Akajon rahmat, mana shunaqa oilalar qo'llab-quvvatlab Sharqdan darvoza jo'natdi. Azizlar, Namangandan Surxondaryoga shunday tekinga darvozani shunday jo'natdilar. Faqat tushirib olish, o'zimiz o'rnatdik. Anason akam darvozani o'zlarining nomidan shunday berib yubordilar. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli azizlar, bugun shu oilani xabar olaman. Namangandan kelganman. Bir hol-ahvol so'rayman deb, bilasizlar, men qilgan proyektimga nechta proyektdan xabar olib turaman. Kelib xabar olaman deb turibman. Darvozalar ochiq. Mehmonjonlar kelaversin degan maqsadda. Assalomu alaykum. Ma'rifat opa. Assalomu alaykum. Apa zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Rahmat, siz yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Apa rahmat. Qani mazza o'tirsin. Ey Allohim, minnatlar shukr, borlaringizga shukr. Shunchalik mana mazza qilib mana o'g'lim o'zi Azraning joydami? Sochlari olibdi, azra. Sochlari olibdimi? Nur kirib qopti-ya. Ancha nur qoldi. Yaxshimisiz? Sog'laring yaxshimi? Hammasi. Sizni kuzatayotganlar Rustamjondan xalaqol so'rang. Borib ko'rib gaplashing. Yaxshi yashabdi-kanmi? Nimalar qilishyapti-kan deb zo'rmisa? Chotki hammasi yaxshi. Ko'rsatlik zo'r. Siz ham yaxshi bo'lib keldingizmi? Hojibo'nlarga, Namanganlarga mazza qilib keldingizmi? Mazza qilaylandim, lekin Namangan ular juda o'zini sharqqa keladi bizdan ko'ra. Tomosha qilib, mazza qilib aylanib, Allohim. charchagan ekan, rosa charchoqlarimizni mazza qilaylanib azizlar. Kuch-quvvatni to'plab keldingizmi? Bizga o'xshaganlarni endi yana ham xursand qilaman deb keldingizmi? Shunday opajon, nasib bo'lsa yana bir oilamiz chiqibdi. Shu oilamizni anavilarni qani? Azizlar, uyga promoy bostirib beraylik, kamerachi. Ha, mashalloh, mashalloh. Mana sizdan ishpanyer keldi. Ye. Sizdan kel. Hurmatli azizlar, Behruz Mebel analari bizdan keyin mana ishpanyer jo'natdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu ishpanyerlar jo'natib qo'yibdilar. Haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Uchun men ketgandan keyin o'sha narsalar jo'natishdi. Siz ketganingizdan keyin ishpanyer keldi. Darvoza keldi. Darvozani qo'ldan kelgancha qo'ydik. Azizlar, o'zi juma kuni bu yil topshirishimiz kerak edi. Darvozamiz sal kecha qolib turgan sabr cho'zib, mana o'tirdik, darvoza bo'lgandi, faqat yo'l pulini berib tushirib olish kerak edi. Shuning uchun sal to'xtatib turgandik azizlar. Darvozani ham jo'natishdi, keyin sal kech qolsak ham, lekin aytib surpriz qildik. Surprizimiz bor edi. Buni Hojibom, Fardon Hojibom orqali keldi. Fardon Hojibom
shu Anasxon bilan bog'lanib, shunday sharoit shunaqa deganda Anasxon akam bittada bo'ldi gapi hojiba jo'nataman deb darvoza jo'natdilar azizlar. Xonadonlar ko'rib turganlaringdek juda chiroyli, mehmonni kutib olayotgan darajada chiroyli aniqlik saqlashyapti. Bu xonalarimizni mehmonxonamizni qarang, ana o mehmonxonaga azizlar men kutib o'tirlaymi yo'qsa? Yo'q, doimiy meni bizni tashlab qo'ymaysizlar deb, endi mehmonlar endi kelib ketyapti. Allohimga ming qatla shukr. Maşallah. Shuning uchun hamisha shunday to'kin sochim bo'lsin deb uyimiz doimiy shunday mehmonxonamizga nima qildik. Azizlar, mana dasturxon bezatilgan. Shunday chiroyli holatda doim mehmon kelsa kelib o'tirib mehmon bo'lishlari mumkin deb opam o'zlari ma'qulib bar xalqimiz yurtdoshlarimiz keladi degan maqsadda dasturxonni bezab qo'yishdi. Keling, qani uka kecha Rustamjon? O'tiramiz, men bir piyola issiqcha. Bir piyola choy do'kin, bir piyola choy ustiga. Bu ham mana sizni kutganday bo'lib, bugun Abika keldi. Hech Abika kelmas edi bu. Yangi. Ertaman chiqib ketardi, kechqurun kirib kelar 8-9 qilib. Bugun mana siz xuddi bilganday mana akam kelar ekan deb nima qildi? Kutganda bo'ldi, shunday ko'nglingiz sezganda men kelishimman. Ha, nima pashamiz ko'proqda. Ya, pasha hamma joyda hozir ap. Shuning uchun pashani nimasini Rustamjon olib qo'ygan. Buni olib qo'yaylik. Mana. Choy qiling. Azizlar, shu aytganda darvoza masalasini men ketib qoldim. Baxtiyorjon ukam o'zi kutib olib, darvozani tushirib, darvozani oldi bersini shu mashin pulni olib qilib, hal qilib, darvozani o'zi o'rnatib qo'ygan ekan. Men o'rnataman deb kelayotgandim, lekin o'rnatgan ekan. Mana buni kelib hozir bildim. Telefon qilsam, uka kelmayga desam, o'zi ishda ekan, Baxtiyor ukamning o'zi. Shu endi aytdim-ku, ukasini bu qaraydi, singlisiga qaraydi, onasiga qaraydi, ishda ekan. Aka ishdaman akajon, uyga boravering bemalol. Onamlar uyda bemalol sizni kutib olishadi, lekin darvozani o'rnatib qo'ydim aka, imkonim darajasida dedi. Rahmat uka deb qo'ydim. Baxtiyor ukamga duo qilib qo'yinglar, shu kelajakda bir yaxshi bir yetuk farzand bo'lib, mana shu oilasiga, onasiga, ukasiga, singlisiga bir chiroyli bir xizmat qiladigan bir elimizga xizmat qiladigan bir yigit bo'laysiz azizlar. Rustamjon, sizda taassurot qanaqa? Oshnalarni chaqiryapsizmi? Endi xudo xohlasa endi yaqin chaqirshatim borlarga aytib qo'yganmiz. Uylarimizga keling deganmisiz? Ha. Sinfdoshlarimizni keyin futbolda bolalar chaqirib qo'yganman. Nasib bo'lsa mehmon qilasiz. Xudo xohlasa. Azizlar, shu yigit aldini kesib uylarga oshnalarim chaqiraman desam, joyimiz yo'q aka. Mana shunaqa ko'p oshnalarim uyga chaqiradi, men boraman, lekin bizni uyimiz uyalaman aka. Deb mana o'qigandi. Shunga aytib, endi oshnalaringizni chaqirasiz, endi nasib bo'lsa nasib. Deb opa avvalam bu choy ichishimizni bitta shu bizga ehson qilgan, yordam qilgan, qo'llab-quvvatlagan barcha bitta chiroyli duo qilib bersangiz, keyin bir piyola choyni ichib o'tirsak. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo Allohimga ming qatla shukr. Shu ehsonchi bobolarimiz, momomiz, hoji momo, hoji bobolarimiz, aka-ukalarimiz, musofir yurtda yurgan insonlarning hammasini Alloh o'z panohida asrasin. Bizga shuncha ehson qilib birini bergan bo'lsa, o'sha insonlarga mingini bersin. Farzand yo'qlarga farzand bersin. Allohim nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetkazsin, to'ylar qilsin. Hamisha xursand bo'lib yursin. Bizni xursand qilgan bo'lsa, Allohim o'sha insonni ziyodasi bilan xursand qilsin. Allohim shunday tashlab qo'ymaganiga ming qatla shukr qilamiz. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati azobun. Rahmat opa, rahmat. Kamerani o'chirib kelib daxmoshib choy ichamiz. Azizlar, opam asta turib ketdi, babamni tutanichi. Men nima gaplarni bilmayman. Ham siz qizilmangan qiziq. Qanalarni ko'ram, birinchi navbatga ko'rxonalarni qanday saqlashyapti ko'radi. Sog'a salomlar. Mashalloh, mashalloh. Bu tomonlarga buncha nima bo'lar? Voy, mashalloh, yangi avtobolar, choynaklar, naborlar. Bu yerdan ona. Bu yerda ham qizimiz o'ziga aniqli sharoit qilib qo'yibdi. Bu yerda buni qaranglar, azizlar, buni qaranglar. Mashalloh, turmushni yetkazgan ekan, Alloh rozi bo'lsin. Bu tomonda ham uy-to'yiga deb olib kelishgan nabor narsalar, padarchalar. Keyin bu tomonni qarang, azizlar, mana. Endi buni ham asta shularni mashalloh.
bemalol bitta uni qizda chiqarayotgan narsalari bo'pti ko'pammi? Bu tomonda endi taxlashadi bu tomonda. Bu tomon ham juda chiroyli. Azizlar, ko'ryapsizlarmi? Bu tomonlarda hamma narsa taxlangan Saramjon sarishta bizdan kelgan Kumusam Ehsonga narsalar olib kelishgan ekan tortmalarga hamma yoq mana choyni hamma qoshiq hamma yoq bor ekan. Bittalarni nimasi bo'lsa hammasini yetkazishgan ekan. Bu tomonda ham mana naborlar narsalar qo'yilgan. Juda go'zal. Mana shunday bo'lsa bitta oila mana shunday xursand bo'lsa, mana shunday to'lib tursa men xursandman azizlar. Hammalaringizga mana shunaqachun oilalarga yordam berish nasib bo'lsin. Doim mana shunaqa oilalar qo'llab-quvvatlaysiz. Ko'xinlari juda chiroyli, ozoda, go'zal bo'lib turishibdi azizlar. Hamma tomon gap bo'lishi mumkin emas. Mana bolalari qiziqib, xorozlar ham menga o'sha tovuq bo'g'lar ham olib berdi azizlar. Tovuq bo'g'lar mana o'sha boshlashdi. Bitta bu ana xazinani bir anasi deydi-ku. Nasib bo'lsa endi bular harakatda. Inshaalloh davani olib ketyapti. Bu tomonlari uncha chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib, uyda ham mana hovlilashib turilgan ozoda. Hurmatli azizlar, sizlar ham kelinglar, shu oilani duo qilaylik, farzandlari ertaga kelajakda. Ana opa, bu sizdan olaydi. Ko'rib oldingiz. Ko'rib oldingiz, bu tomonni ham, bu tomon ham juda aniq qilingan. Mana bu tomonni ham mana juda chiroyli, go'zal Saramjon qilib sarishlar qilib o'tiribdi. Azizlar juda chiroyli, men xursandman. Apa sizdan ham juda xursandman. Uylaringizni mana shunday chiroyli qilib turganingizdan, mana shunday aniq qilib o'tirganingizdan, o'sha qizimizdan ham xursandman. Ozodachilikka qarab, hovliga suv sepib, juda sattinginadan. Men darvozani shunday ochsak, shamol ana o'sha. Sherga joy qilib, sherga o'tirib choy ichamiz bolalar bilan. Chunki maza. Sevetlar yonadi berga bemalol o'tirib birga choy ichsa bemalol bo'ladi. Shukr, men qatnashib. Yurtdoshlarimiz bizni zo'r qo'llab-quvvatlashdi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. To'g'risi men nima deydi, unchalik nima qilganim yo'q edim, kutmagan. Sizning paytingiz, obunachilaringiz kamroq edi. Shunchalik bo'ladi deb, mana Allohga oson ekan mana. Ming qatla shukr, rahmat ko'jonim. Qo'shnilar hayron, hamma hayron. Chunki shunchalik darajaga bo'ladi deb to'g'risi hech kim kutmagan ekanda, mana shunchalik bo'ldi. Allohimga ming qatla shukr. Azizlar, ko'ryapsizlarmi? Bag'oyatda xursandman. Bag'oyatda xursandman. Shunchalik xursandman. Shunchalik. Xorozimiz ham xursand. Xo'rozimiz ham xursand. Mehmon kelsin faqat shunaqa kutib oladi. Keling, mana chiroyli uylar. Xo'roz bor uyda, shu yaxshida bir namozdan, unda bomdodda bu ana qiladi. So'ramang, soat 3 dan boshlaydi to nimagacha. Bomdod o'qimagancha? Bomdod turdik. Azizlar, ko'rib turganlar, Mahmud opamni ahvolini ko'rib turdilar, xursandlar. Xursandchiligiga cheksiz opamni. Xullas, hammadan xursand, davollar, duo qildilar. Kelishim Anason akam bugun azizlar hamma duo qilsin. Shu Anason akamni farzandlarini ishlariga duo qilsin. Juda baquvvat, zo'r darvoza berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqacha ishlaringizni qo'llab-quvvatlayman. Barcha-barchalarga rahmat azizlar. Mana shu oilaning xabar olaylar degansiz kelib xabar olib, apa, mana bu endi bu kelishim ko'p bo'ladi. Nasib sizdan xabar olib turaman. Turing endi misol mana obunachilarimiz ham kelishsin, mana mehmon qilamiz. Kelib turing, meni birdan tashlab qo'ymang, ko'janim. Albatta, qo'jam, men sizni tashlab qo'ymayman. Nasibda qizlaringizni to'yiga, o'g'lingizni to'yiga. Biz endi opa-ukamiz. O'zi oldindan opa-uka. Opa-ukamiz, lekin yana ham qarlashdik. Yana ham shunchalik nima qildingiz? Rahmat. Mana Boburbek ukam, nasib Rossiyadan kelsalar, keladilar. Olib keling. Qolganlarni. Shanba kuni borku. Hanif opam ularga chaqirib borasizmi? Mehmon. Hayır, video ketyapti, borolmayman degan. Qayerga? Onamga borishimiz kerak. Telefon qilarlar bizga. Qayerga ekan uylari? Uylari mana bu Qumqo'rg'on ham, Jarqo'rg'on tarafida. Yo'q, uzoqqa yurolmayman. Maqsadsi uylariga mehmonga chaqirib qo'ydik. Shuna yerdan poyezd bilan chiqamiz ekanamiz. Uzoqqa yurolmayman ko'janim. Issiq ham unchalik nima qilolmayman. Nasib o'zlarini olib keling. Nasib bo'lsa yana. Mana nima qilgan masalan o'zlari kelsinlar. Mana kelib aytyapti, apam uzoqqa yurolmayman debdilar. Mana o'zlari kelsinlar, mana endi mana uyimizga bir singlim bor, qizim bor o'sha yerda deb.
O'zlarini olib keling. Nasib. Apa, sizni taklif qilishyapti Hanifa opa. Apam ayollarni erkagida. Mana shu yerga ayollar erkakdiganga mana shu bitta derzani Hanifa opam shunday mendan shu yerga shunday qilib olib Allohim meni farzandlarim ham xuddi shunday ehsonchi insonlardan bo'lsin. Allohim mening farzandlarim qo'li ochiq boylardan bo'lsin. Amin. Rahmat. Borlariga shukr. To mana misol shuncha nima bo'lib savobi shu insonlarga tegsin. Mana eshik, deraza. So'ramang, o'tirsak ham, tursak ham, choy ichsak ham, bomdodda ham hamisha duodamiz. Rahmat opa, mana shunaqa oilalarni ko'rsam, men qancha bo'lsa yordam bergim keladi, duo qilishib, haqqimizga ano qilsa, xursand bo'lamiz. Biz ham qilgan ishlarimizdan o'zimiz shu bir umid bilan yuramiz, jannatda bir yaxshi bir Alloh siylasin, yaxshilik bilan deymiz azizlar. Mana shunaqa oilalarni qo'llab-quvvatlashda, mana shunaqa xursandchilikka erishishimizga, mana shunday bo'lishimiz sizlar sababsizlar. Avvalambor Alloh bunga ano qilgan bo'lsa, sizlar sababsizlar. Hammalaringizga rahmat. Mana bir oilani kelib xabar oldik. Xursandchiligini sizlar bilan birga mana ko'rib turibmiz. Mana shunaqa oilalarga qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Keyingi proyektim tayyor azizlar. Ishoninglar, shu bugun borib ko'rdim, videoga olmadim. Chunki ular o'zaro oilaviy maslahatlashib olishsin. Ular bilan yana hali gaplashishim kerak. Keyin bular hammasi hal bo'lgandan keyin chiqaram opa. Shunday mana shu video qo'yib beryapman o'sha opaga. Shunaqa oilalarga yordam berganlarni. Hali bu opani video ko'rganim yo'q. Shunday yig'layaptilar. Opa yig'lamang deyapman. Yig'layaptilar. Yig'lamang opa. Siz hali yaxshi kunlar oldinda men tomondan yetkazsa Alloh qaysi bir tomondan yetkazadi, yig'lamang desam, o'zlarini tutib turmayapti. Bizga nasib bo'lsa, yo nasib, inshaalloh Alloh agar qo'llab-quvvatlasa, nasib bo'lsa, nima deydi, o'sha uylarda nima qilsangiz, xursand qilsangiz, nasib bo'lsa yoningizdamiz biz ham qo'ldan kelgancha. Boraman nasib bo'lsa. Borasizmi? Rustamjonni olib boraman nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa meni farzandlarim ham shuncha xursand qilganmiz, avvalo Alloh, keyin sizlar nasib yoningizda bo'lib, borib, ko'rib, nasib Rustamjon bilan borib bitta oborasiz, kompot oborasiz. Bitta kompot oboraman deblar, borib. Rustamjon bilan borib, ko'ramiz shu uylarda, shu qilgan nimalaringizda nasib bo'lsa, yoningizda bo'lamiz inshaalloh, qo'ldan kelgancha. Nasib bo'lsa. Azizlar, buni opamni ko'ryapsizlar, qancha xursand. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqachun xursandchilik hamma oilaga ano qilish, berish bizlarning qo'limizda. Kelinglar, qo'lni qo'lga beraylik deb mana shunaqa oilalar qo'llab-quvvatlaylik. Hammalaringizga rahmat opa. Yana bitta duo qilasiz, men ketaman nasib. O'tiring. Yo'q, qaytaman opa. Men ham yana u oila bilan hali kechga 5 oram oldiga suhbatimiz bor, oilaviy suhbat. Ular bilan zakon konkret suhbatlashib olib, chunki men bir o'zim qilolmayman, obunachilar bir o'zim emas, o'sha mahalla, o'sha mahallaning imomi, o'sha qarindoshlar, kim bo'lsa, begonami, shular bilan maslahatlashib, men keyingi ishimni boshlashim uchun ular bilan ham suhbat bo'lib, xuddi sizlar bilan ham suhbat bo'ldim-ku, xuddi shunday ham suhbat bo'lib, keyin ishni boshlayman-da men. Shuning uchun o'sha oilaga borishimga bitta duo bersangiz opa. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo Alloh qo'llab-quvvatlasin. O'zim degandek o'sha insonlarni xursand qiling. Obunachilaringiz ko'p bo'lsin, isloh bo'ling. Ilohim hamisha yaxshilikda bo'lay, ko'rishaylik. Insonni to'ylarida birga xursand bo'lib yurgan paytlari birda bo'laylik ilohim. Siz ham kelin bilan xursand bo'lib yuring. Hamisha mana shunday xursandchilik bilan ko'rishaylik. Alloh akbar. Shunchalik xursand. Azizlar, shu mahalladan ketar ekanman. Shunaqa uylar bo'lganini ko'rib, shunaqa onalar bo'lganini ko'rib xursand bo'lib, shu bir oilani xursandchiligiga sherik bo'lganimdan sizlar bilan birgalikda mana shu ishlarni qilib, shu ishlarni chiroyli qilib bitkazganimdan xursand bo'lib ketyapsizlar. Hammalaringizga rahmat, chin yurakdan Alloh rozi bo'lsin azizlar. Men xursand mana shu mahallaga 37 kun, pashti 40 kun kunim o'tdi mana shu yerga azizlar. Kelib ketib juda xursandman. Hammalaringizga rahmat azizlar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Bir ko'chalarga nasib bo'lsa to'ylarga kelish nasib qilsa endi menga azizlar. Rahmat.